Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta bemorimiz Qozog'iston Respublikasidan kelgan bemorimiz sahniy diabet 2-tip bilan operatsiya bo'ldilar bizada. Bemorimiz 3 kun oldin operatsiya interpozitsiya podvздошный kishki operatsiyasini o'tkazgan edik. Qanday o'tdi operatsiyamiz? Operatsiya yaxshi o'tdi. Qiynalmadingizmi operatsiyalardan keyin? Necha bo'lib yurardingiz sahringiz? Operatsiyadan keyin qiynalmadim. Yaxshi o'tdi operatsiyam. Men operatsiyaga deyin 19da 5 bo'ldim. O'sha yerga kelgan kezimda 16da 8 bo'ldim. Hozir operatsiyam 7da 3. 7da 3. Hozir sahringiz tushib ketganidan keyin sal slabus bo'lib, mazangiz qochib, bemor bezovtaliklari bo'lmadimi? Unday bo'lmadi. Ne bo'lmadi? Bizani qayerdan kuzatib keldingiz? Men o'sinday neden internetdan qaradik. Internetdan qarab keldingiz. Qarab ko'rgan menda senbiysin qo'y endi birinchi ko'rganda. Sodan nede Chimkentda bir yigit yashatib ketgan ekan. Operatsiya qildirib ketgan bemor bilan gaplashib keyin keldingiz. 40 yoshdaman, men bara bering, qo'rqmay boring deganga biz keldik o'sha yerga. Kelgeli beri men yaxshiman. Operatsiyadan keyingi bo'ladigan qiyinchilik, mana og'riqlar, sizdagi bo'ladigan o'zgarishlar qanday sezdingiz? Masalan, operatsiyadan ko'pchilik qo'rqadi. Operatsiya jasatmang, operatsiya qildirmang, qiynalasiz. Yo'q, uning hech qiyinchiligi yo'q ekan. Men o'zimda qo'rqib edim, biroq hech yerim og'rigan yo'q, negan yo'q. Operatsiya jasab akeldim, men palatamda jatirman. Odan keyin kichkina og'riqchilik bo'ldi, biroq antibiotik saldi, ukollar salindi. Odan keyin qo'ydi, uspokоящий saldi. So'ng men yurib ketdim. Sразу sol kuni yurib. Qanday ekan bizning Gipokrat klinikamiz? Gipokrat klinikasına ko'p rahmetimni aytaman. Tek men emas, ne degan odam yozilib ketib жатыр. Sahar tushitini rost ekan. Men so'g'an sendim o'zimning nemdi. Nima deb tavsiya berasiz bizani kuzatgan, ko'radigan bemorlarga? Ko'radigan bemorlarga kelib orqadan qo'rqmay jasataveruvni senib kelu kerak. Eng birinchisi senim qo'y. Senib kelib jasataveruvlarini bo'ladi. Men so'g'an to'g'ri o'zim sendim. Xudo xolasa. Bemorimiz mana uylariga ruxsat beryapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat.